Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Uzmaster kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun 16-mart haftaning yakshanba kuni biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Semental chakani xonadonlariga keldik. Bizga sotuvga 2 bosh semental gibrid va rossiyskiy krasniy pyostrining originali. Uzunligini ko'ryapsizlar qadrli obunachilar. 4-5 oylik buzoqlar. O'shalarni qisqacha video obzorini qilib beramiz. Ona ustiga to'ygan variantlari, o'sha oyoq qo'llari baquvvat, badani zo'r joylardan qadrli obunachilar. Haqiqiy mana krasniy pyostri so'ragan aka-ukalarimizga hozir qisqacha video obzorlarini qilib beramiz. Mollarning 7 ishtilariga 100% garantiya. Biz uni mana uzoqroqdan ham olib ko'rsatdik. Mana uzunligini ko'ryapsizlar qadrli obunachilar. Mana mollarimiz hozir bularni birma-bir yechib ham ko'rsatib beramiz. Mana mamiz 4 oylik gibrid, ona rossiyskiy, ota semental. Mana uzoqroqdan ko'rsatdik. Qadrli obunachilar, telefonda har doim katta ko'rinadi. Bo'ylari 1.10, orqasidan o'chlanganda. Tuyog'idan dumun tepasigacha 1.10 lik buzoqlar. Mana bunisi 5 oylikka qarab ketdi. Krasniy pyostrimiz, mana badanni ko'ryapsizlarmi? Mol telefonda ko'rinmayapti, lekin nihoyatda uzun buzoq. Mana. Buzoq nihoyatda uzun. Buni 7 ishtilasi qanaqa deydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, 7 ishtisiga 100% garantiya. Telegramdan yozib yuborsanglar, 7 ish jarayonlarini ham Telegramda tashlab beramiz. Mana stakan tuyoqlarni bitta ko'rib qo'yinglar. Mana oldi oyog'i ham, orqasi ham stakan, ham baquvvat. Hozir ostlarini ham ko'rsatib, keyin birma-bir yechib ham ko'rsatib beramiz. Mana. Mashalloh deydigan joylardan kimga ma'qul bo'lsa, mashalloh deb qo'yasizlar. Mana buzog'imiz. Zo'ridan tashab qo'yaman deydigan, haqiqiy fermanikidan tashab qo'yaman deydigan aka-ukalarga mana. Mana endi uni ostini ko'rsatishga harakat qilamiz. Kelgan mana ko'rasizlar. Mana xaltani qaranglar, so'skan qaranglar. Hozir bularning yetuv bo'g'ozlari shu kecha kunduzda mana 40 millionga uji yo'q-da, ko'ryapsizlar o'zingizlar. O'zim olib, o'zim tarbiya qilib qo'yaman deydigan aka-ukalar. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarimiz bor. Bo'ylarni yana bir marta eslatib o'taman. Tuyog'idan dumun tepasigacha 1.10. Mana original rossiyskiy krasniy pyostri. Originali. Mana bunisi rossiyskiy bilan sementalli chatishmasi. Buni ham ostini ko'rsataman. Mana bakman qatdan boshlangan bitta ko'ringlar qadrli obunachilar. Mana qadrli obunachilar. Mana xaltan ko'rsatsalar. Mana voy mashalloh. Mana so'zga xaltalar. Var. Hop, endi yetchi qani buni. Mana, hajjonlar. Mana kimga qiziq bo'lsa, qo'yib yuborur buni. Mana uzunligini ko'ryapsizlar. To'liq 5 oylik bo'lmagan buzog'imizni 7 ishsiga 100% garantiya. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Mana gibridni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Qani yeching buni ham. Xo'p, qadrli obunachilar, buni endi puliga kelganda ikkalasiga bir joyda 27 million so'rayapmiz. Xudo xolisi kelishtirib beramiz. Qani yech buni ham bolam. Qani yetinglar bolam. Ha, jonim. Qo'y yuborur. Haydab yoqqa haydab qo'y. Mana qadrli obunachilar, 4 oylik gibrid, men 5 oylik bo'lmagan rossiyskiy krasniy pyostri. Molli udar xudo xolisi. Olgan odam inshaalloh baraka topadi. 7 ishtilarni o'sha gap video Telegramdan yozsanglar, obzor qilib tashlab beramiz 7 ishti jarayonlarini ham. Mana. Mana kokot yeydimi deydigan akalarga mana bunimiz kokotni ham bangillatayapti. Ana unisi mana nimalarni yeb yotibdi, xullas ishtahalar zo'r. Biz kelishtirib sotamiz. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarimiz bor. Qadrli obunachilar, yana bir marta eslatib o'taman. Videoda har doim katta ko'rinadi. 1.10 ni rasamatini olaverasizlar, 1.10 ni. Hammaga rahmat. Aloqaga chiqaverasizlar.